Dasturimiz davom etadi. Nishon tumanida 40-Nuriston saylov okrugi deputatlari tomonidan aholi bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz xuddi shu mavzuda tayyorlangan. Mazkur uchrashuv O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori ijrosini ta'minlash doirasida tashkil etildi. Uchrashuv davomida deputatlar tomonidan aholi murojaatlarini tizimli o'rganish, joylardagi muammolarni bevosita hal etish, fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar muhokama markazida bo'ldi. Tadbirda so'zga chiqqanlar hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda kambag'allikni qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida atroflicha ma'lumotlar berdilar. Bugun Nishon tumani Nuriston shaharchasida kimyogar va bir qator mahalla fuqaro yig'inlarini aholisi bilan bugun uchrashuv bo'lib o'tdi. Shu bilan bir qatorda aholining bugun ish bilan bandligi, umuman ularni qiynayotgan muammolar, masalalar yechimlari bo'yicha ham atroflicha tushunchalar berib o'tildi. Ochiq muloqot va shaffoflikda o'tgan bugungi tadbirda aholining uyg'oqligi sezildi desam adashmagan bo'laman va o'sha hududda yuzaga kelayotgan muammoli masalalar ham o'rtaga tashlandi. Masalan, o'sha ko'p qavatli turar joylarda yuzaga kelayotgan issiq suvdagi muammolar, kanalizatsiyadagi muammolar hamda aholi ko'p qatnaydigan serqatnov yo'llardagi aholi uchun imkoniyat yaratib berish chora-tadbirlari to'g'risida ham atroflicha to'xtalib o'tdilar. Shuni maqsad qildikki, bugungi yig'ilishda o'rtaga tashlangan masalalar, muammolarni albatta o'z egalariga, tashkilot va idoralarga deputatlik so'rovi bilan chiqib, ularga odilona yechim topishga qaror qilib olindi. Shuningdek, uchrashuvda Nishon Talimarjon avtomobil yo'lini asfaltlashtirish masalasi ham alohida e'tibor markazida bo'ldi. Mazkur yo'lning holati hudud aholisi uchun muhim infratuzilmaviy masalalardan biri ekani ta'kidlanib, uni bosqichma-bosqich ta'mirlash va zamonaviy talablar asosida qayta qurish yuzasidan tegishli takliflar ilgari surildi. Aholi tomonidan yo'llar sifati, bandlik, ijtimoiy xizmatlar hamda infratuzilmani yaxshilashga oid bir qator murojaatlar bildirildi. Har bir murojaat atroflicha o'rganilib, ularni hal etish yuzasidan mas'ul tashkilotlarga aniq vazifalar yuklatildi. Ta'kidlanganidek, bunday ochiq muloqotlar hududlardagi mavjud muammolarni aniqlash, ularni tezkor bartaraf etish hamda aholi farovonligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.